Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz Balor Shifer taxta narxlarini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu 2025-yil may oyidagi narxlari. Xudo xolasa har oy narxlarni ko'rsatib video qilib boryapmiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosish, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu Qashqadaryo Shahrisabzdagi narx. Birinchisidan rekalardan ko'rsatishni boshlaymiz. Rekalardan ko'rsatishni boshladim o'rtoqlar. Bu shifer rekamiz asosan 4,5 ga bunaqasi 3,7 3,8 lik rekamiz. Buni narxi 6800 so'mdan chiqapti metri. Xudo xolasa yangi taxtalardan kesib bersak 6,5 mingdan ham chiqadi metri. Xohlasangizlar 4 ga chesta 4,5 ga rekamiz bor. Bu 7000 so'mdan chiqapti metri. Qo'shga ishlatiladigan baquvvat 5,5 ga 4 ga rekamiz bor. Bu 8000 so'mdan chiqapti metri. Patochni rekamiz 5000 so'mdan chiqadi metri 2,5 ga chesta 4,5 lik. Xohlasangizlar arzonroq varianti bor. 4,5 ming so'mdan ham chiqadi metri. 4 metrlik bunaqasi 4,5 ming 201 lik rekamiz. Demak, biz birinchi demovkalardan boshlaymiz narxlarni ko'rsatishdi. Bu 4 metrlik 10 lik demovkamiz, qanligi chesta 2,5 lik zavod demovkamiz. Bu 40 ming so'mdan chiqadi donasi. Bular asosan reka uchun ishlatiladi. Keyingisi 6 metrlik 14 lik demovkalarimiz, mana ko'zi kam, sifati yaxshi quruq demovkalarimiz. Bu 80 ming so'mdan chiqadi donasi. Ko'proq olganlarga 78 ming so'mdan ham qilib beramiz donasini. Bu nima uchun ishlatiladi desangizlar, bu o'rtasidan bo'lsak tunkalar tagiga, mana tunkalar tagiga qoqilgan, o'rtasidan bo'lsak tunkan tagiga qoqiladigan chotka rekalar chiqadi. 78 ming kesib berish ichiga qilib beraveramiz o'rtoqlar. Bu mana bu 4 metrlik, xuddi shuni 4 metrlik 14 lik demovkamiz. Bu 50 ming so'mdan chiqapti donasi. Bu ham quruq demovkamiz. Bu qanlik chesta 2,5 lik 10 lik demovkamiz. Bu 6 metrlik, bu 60 ming so'mdan chiqapti donasi. 6 metrlik 10 lik demovkamiz, qanligi 2,5 lik. Keyingisi 12 lik demovkamiz bor. Bu 12 lik demovkamiz 70 ming so'mdan chiqapti donasi. Bu ham qanlik chesta 2,5 lik yaxshi ko'zi kam demovkalarimiz. Demovkalarimiz bo'ldi o'rtoqlar. Keyingisi mana shu strapelarni ko'rsatishni boshlayman. Strapelarimiz mana 14 ga 4 lik bor. Strapelarimiz 14 ga 4 lik deyiladi. Chesta razmeri 14 ga 3,8 lik bo'ladi. Buni narxi 135 ming so'mdan chiqapti donasi. Ko'proq olganlarga kelishtirib ham beramiz. 14 ga 3,8 lik strapelarimiz. Bu ham 100% tasna ko'zi kam taxtalar. Keyingisi mana birinchisidan boshlayman. Bu 21 lik taxtamiz kelgan. 21 lik taxtamiz sifati zo'r, 180 ming so'mdan chiqapti donasi. Bunaqasi 21 lik taxtamiz, qanligi 3,7 3,8 lik taxtalar. Bu asosan nima uchun ishlatiladi desangizlar, bu o'rtasidan bo'lsa asosan karvatga ishlatiladi. Ko'p kishi karvatga o'z taxtalar shunday qalin bunaqasi keng taxtalar so'rab yurishibdi. Bu 4 ga bo'lsa shifer rekalar ham chiqadi. Ideal mana ko'zi kam taxtalar. Keyingisi 12 lik strapelarimiz, 12 lik strapelarimiz 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bu arasi yo'q joylarga, tunki bo'ladigan joylarga strapelar uchun ishlatiladi. 12 lik qanligi 3,7 3,8 lik strapelarimiz. Bu keyingisi 14 lik strapelarimiz bor o'rtoqlar. Bu 3,14 ga 3,7 3,6 lik strapelarimiz. Buni narxi 125 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bu ham ko'zi kam, bilyar, sifati yaxshi taxtalar. Bunisi bor, bunisi 20 lik taxtamiz o'rtoqlar. 20 lik kecha kelgan sveji taxtalarimiz. Bu ham bilyar taxta. Bu 165 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bular asosan reka uchun ishlatiladi. Endi karavotlarga taxta uchun ham ishlatiladi asosan. 165 ming so'mdan chiqapti donasi. Mana 14 lik strapelarimiz kelgan. Mana sifati zo'r, arzon keladi bular strapelarimiz o'rtoqlar. Buni narxi 120 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Asosan strapelar uchun ishlatiladi. 14 lik ko'zi kam strapelar. Sifati zo'r. Keyingisi 10 lik taxtamiz, 10 ga 4 lik taxtamiz, bu 10 ga chesta 4 lik taxtamiz, 4,5 lik. Bular asosan mo'rlat uchun ishlatiladi. Bular 85 ming so'mdan chiqapti donasi. 6 metrlik 10 lik taxtalarimiz. Ham 12 lik bo'yni ko'rsatdim. Bular 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 12 lik strapelarimiz. 12 lik. Bu 17 lik taxtamiz kelgan. Mana zavod taxta bu ham bir xil kesilgan bilyar taxtamiz, ko'zi kam taxtamiz. Buni narxi 145 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 17 lik taxtamiz. Bu endi nima uchun ishlatiladi desangizlar, buni 3 ga bo'lsak, shiper tay qoqiladigan 5,5 lik mashina reka chiqadi. Kesib berishga qilib beraveramiz. Narxi arzon, sifati zo'r, qalin reka chiqadi. Keyin karavot uchun ham ishlatiladi. Asosan arasi keng joylarga strapelar ham qilib ishlatsa bo'ladi. Mana 10 lik taxtamiz 80 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Mo'llatga bundan ham olsangizlar bo'ladi o'rtoqlar.
Keyingisi mana 4 metrlik strapelarni ko'rsatib o'tib ketaman. 4 metrlik strapelar so'ragan uchun mana 4 metrlik 12lik strapelarimiz 65 ming so'mdan chiqibdi donasi. 4 metrlik 12lik strapelarimiz bu ham mana ko'rishingiz mumkin. Ko'zi kam, sifati yaxshi, zavod taxtalar. Keyin 14lik 4 metrlik strapelarimiz 4 metrlik mana ko'zi kam, bir xil kesilgan o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana 4 metrlik 10lik strapelarimiz 85 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Taxtalarimiz bo'ldi, endi shu joyga displeylarimizni narxini ko'rsatib o'tib ketaman. Displeyimiz, mana displey Pirim original displeylarimiz bor. 450 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Bunda yana pastga bor. Pirim pechati bilan Pirim original 450 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Mana Murum displeyimiz bor. Bu ham o'rtacha yaxshi displeyimiz. Bu 360 ming so'mdan chiqadi donasi. Murum Pirim displeylarimiz bor. 6 kvadratlik sifati yaxshi displey. Keyingisi mana balonlarni ko'rsatishni boshlayman. Birinchisi 2 metrligidan boshladim. 7 ga 14 kesilgan 2 metrlik balonlarimiz mana cho'tkisi taxlab qo'yilgan. Bular 45 ming so'mdan chiqibdi donasi. Endi permichka uchun ishlatiladi. Ko'p kishi 2 metrlikdan so'raydi. Yana keldi. Permichka uchun ishlatiladi asosan eshik derazalar ustiga. Keyingisi 3 metrligini ko'rsataman. 3 metrligimiz bu ham 7 ga 14 kesilgan o'rtoqlar. Buni narxi 75 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 7 ga 14 kesilgan 3 metrligi. Mana bu 4 metrlik 7 ga 14 kesilgan balonlarimiz sifati yaxshi balonlar. Buni narxi 105 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 7 ga 14 kesilgan. Endi dumaloqlarni ko'rsatishni boshlayman. Dumaloqlar mana 4 metrligidan boshlayman. 4 metrlik dumaloq kesilgan mana yo'g'on chotkalar kesilgan to'g'rilari. Endi videoga ingichka ko'rinishi mumkin. O'zi chotka zo'r balonlar. Buni narxi 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 4 metrlik dumaloq balonlar. Keyingisi mana 5 metrlikdan boshlayman. 5 metrligi moshni balonlar. Buni ham sifati zo'r, to'g'ri kesilgan ideal balonlar. Bu 165 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 5 metrlik balonlarimiz. Mana 6 metrlik stoykalarimiz 100 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 6 metrlik ingichka stoyka uchun. Men bilgan 6 metrlik stoykalarimiz mana to'g'ri yaxshilar taxlab qo'yilgan. Keyingisi 4,5lik 6 metrlik balonlar ham bor mana. 4,5 metrlik balonlarimiz. Moshni kesilgan mana bu ham qalin kesilgan balonlarimiz. Buni narxi 135 ming so'mdan qilib beramiz donasini. 4,5 metrlik balonimiz. Mana 6 metrlik bu ham moshni kesilgan balonimiz, yo'g'oni, qurgan, archilgan, tayyor. Bular 225 ming so'mdan chiqadi donasi. 220 ming ham ko'proqlarga kelishtirib ham beramiz. 6 metrlik moshni balonlarimiz. O'rtoqlar, keyin garbilni ko'rsatib ketaman shu joyga o'rtoqlar. Garbilimiz mana drankamas lapet. Mayda-maydasi emas, ko'p kishi 3 minglik yoki bir ana 3 minglik garbillar emas, katta yaxshisi 3600 so'mdan qilib beramiz donasini. Endi narxi yulkaralar ana qaraganmiz, salga narxi oshdi. 3600 so'mdan qilib beramiz donasini. Bundan yana keladi. Keyingisi mana shifer narxini ham aytib o'tib ketaman. Shifer ekazolit eng zo'ri, pechat garantiya sifatiga narxi 55 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Hozirgi kunga u narxi o'zgarmasa 55 ming so'mdan qilib beramiz. Ekazolit shifer sifatiga pechat garantiya. Buni ko'p kishi bizlarga arzon deb yozishi mumkin. Bu vodiydan keladi. Bittasiga 5 ming, 6 ming so'm yo'l kiridan keladi. Bizlarga sal qimmatroq bo'lishi aniq. Bu Qashqadaryo Shahrsabzdagi narxi. Ekazolit zo'r, pechat garantiya o'rtoqlar. Eng zo'r biza 4-5 yildan beri sotamiz. Sinovdan o'tgan shiperlar. Bundan yana keladi xudo xolasa. Keyingisi mana siliflar, maxpi, hamma narsa bor o'rtoqlar. Siliflarimiz 18 ming so'mdan chiqibdi metri, normalisi 20 ming so'mlik ham bor, qalin tungan yasalgani. Mixlarimiz 12 ming so'mdan, xamut, varamkalari hamma narsasi bor. Bizning manzilimiz Qashqadaryo, Shahrsabz, Chorshanba. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosish, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu Qashqadaryo, Shahrsabzdagi narxlari boshqa joydagi bilan solishtirma, taqqoslamashda o'rtoqlar. Bu Qashqadaryo Shahrsabzda narxlari sifatiga qarab, joyiga qarab qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu endi o'zimizdagi zonalarimiz uchun, Rossiyadagi birodarlarimiz uchun narxlarni video qilib qo'yamiz. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, sog' bo'linglar. Yangi videolarga ko'rishguncha.